Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Zo'rmisizlar? Mana shu germanskiy shvetimiz ikkinchi qoringa bo'g'oz to'rkurak 8 oylik ishqibozlariga sotiladi. Mana bunisi birinchi qorin. Bunisi ham birinchi qorin. 4,5 oylik bo'g'oz apparat qilingan. Bunisi 7 oylikdan o'tgan payt 8 oylik bo'g'oz. Birinchi qorin bunisi ham. Ovlochilarga kelib ko'rib, tanlab savdosini qila olaverasizlar. Germanskiy shvetimiz birinchi qoringa 22 ta sut bergan jonivor. Onasini qornida kelgan. O'zimizga tug'ilgan, o'zimizga o'sgan. 4 kurak, 2 kurak, bu ham 2 kurak jonivor. Toza, sog'ligiga, yeb ichishiga garantiya. Kelib ko'rib ustiga savdosini qila olaverasizlar.